doimli mas yuradigan bir odam bor edi. U bir kuni do'styorlarni chaqirdi va xizmatchisiga 4 dirhamni tutqizib, meva-cheva ilib kelishga buyurdi. Xizmatchi yo'lda ketib o'tib, mashhur zohid Mansur ibn Ammarning "Har kim bu g'ayrib musofirga 4 dirham bersa, men uningga 4 qitim duo qilaman" deyotganligini anglab qoldi. Bu so'zni anglagan xizmatkor xo'jayini bergan 4 dirhamni uningga berdi. Mansur ibn Ammar uningga mundoq dedi: "Sana qandoq duo qilib qo'yishimni xohlaysan?" Xizmatkor mundoq javob berdi: "Birinchi, qulluqdan ozod bo'lishni xohlayman. Ikkinchi, bu 4 dirhamning o'rniga yana 4 dirhamning bo'lishini xohlayman. Uchinchi, xo'jayinimning hidoyat tepishini va tavba qilishini tilayman. To'rtinchi, Allohdan mening, xo'jayinimning va sening hamda qavmimizning gunohlarining mag'firat qilishini tilayman." Xizmatkor Mansur ibn Ammarning duosini ilib bo'lgandan keyin xo'jayinning yiniga qaytdi. Xo'jayin darg'azab bo'lib, "Nimandoq kechikib kelasan? Meva-chevalar qani?" dedi. Xizmatkor Mansur ibn Ammar bilan bo'lgan hikoyasini xo'jayinga bir-birlab so'zlab, 4 dirhamni 4 duoga tegishganligini aytdi. Xo'jayin oran deganda o'zini besib olib, mundoq dedi: "Qani deb boqqana. Birinchi tilaking nima bo'ldi?" "Qulluqdan ozod bo'lishimni tiladim." "Xo'jayin, seni ozod qilib etdim. Sen buningdan keyin Alloh rizoligi uchun ozod bo'lding. Undaqda ikkinchi tilakingchi? Siz bergan 4 dirhamning o'rniga yana 4 dirhamning bo'lishini tiladim. Men sana 4 dirhamning o'rniga 4000 dirham beray. Uchinchi tilakingchi? Allohdan sana hidoyat berishni va tövbe qilishingni tiladim." Shu hamon xo'jayinning ko'zlariga liqqida yosh keldi va qo'lidagi haroq qadahlarini chiqib tashladi. "Men tövbe qildim. Endi takror bu gunohga qo'l uzatmayman. Qani deb boqqina o'g'lim. 4-chi tilaking nima bo'lgan edi?" dedi xo'jayin yig'lamsirab. "Mening sizning va qavmimizning gunohlarining mag'firat bo'lishini so'ragan edim. Bu ishga men ega bo'lolmayman. Bu Allohning ilkidagi ishdir." Xo'jayin shu kechasi bir tush ko'rdi. Tushida g'oyibdan bir ovoz keldi: "Sen qo'lingdan keladiganini qilding. Endi bizmi ustimizga tushganini qilamiz. Alloh sening, xizmatkoringning va sening qavmingning hamda Mansur ibn Ammarning butun gunohlarini mag'firat qildi." Alloh taolo mundoq deydi: "Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki, Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Sizlarga azob kelib, yordamga erishanmaganinglardan burun Parvardigoringlar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar." Sura Zumar 54-oyat.